Tayyor, zo'r, tiniq. Shuna kirib yashaysiz. Eng qizig'i uy yo'q yashagani, kelib uy qurib keyin yashaysiz. 6200 dan 1 sotiga, Marg'ilonda 911 da qo'ydik. Anhor oshxonasining oldida ko'chada ekan, gaz, suv, svetdan battar muammo yo'q. 12 sotiklik uyni yarmini berib yuboryapmiz. 6 sotigini. 6 sotik shunday kelasiz, 6200 dan kami bor deyapmiz. Tirsiz pulni sanangiz, baraka qilamiz. Ko'rasizlar, fondi mevali daraxtlar ekib qo'yilgan ekan. Uyni ichidan ariq o'tgan ekan mana. Mana shu yerda suv oqyapti. Suvdan bemalol sug'arib, ancha-muncha meva-chevani eksport qilib pulini chiqarasiz bo'ladi. Chunki bunaqa cheklar hozir endi bag'ga cheklar chiqishni boshladi. Chek quraman, uy quraman, zo'r, ammo mahallasi zo'r. Bari yaxshi normalniy uylar bor ekan. Chiroyli kottej qursangiz ham yeydi. Sababi to'rt burchak liboy planingizga to'g'ri keladi. Mana yerdan bitta katta robot qo'ysiz, uyda oldi keyin robot qo'yganingizdan keyin orqa tomonga molxonami, boshqa narsani qilsangiz ham bo'ladi. Lokatsiyani aytdim, Marg'ilonda 911 da. Xo'p, Anhor oshxonasining oldidan kirganda sizlarga baraka qilamiz. 1 sotigini 6200 dan bo'lganda 6 sotiga 36000, 37200 bo'ladi. Kami bor, prosta narx aytyapmiz. Telefon qilsangiz sizlarga baraka qilamiz.